Ha, bu yana bitta xonamiz, xudo xolasa. Parketlari bo'ldi. Parketlar ham rossiyskiy parket bosildi. Xonamiz 4:10 ga, uzunligi 7:10 joyimiz. Bunda ham shunday patologik xizmatlar ko'rsatildi. Atroflar polni diod qo'yildi. MDFlar, stenalar polni MDF bo'ldi. Konditsionerlarga joy qo'yilib ketildi. Eshikda akfani chekalari davollarni o'radik. Malishlarni qatirib chiqdik polni. Ko'chatir razvedkalar qo'yildi. Aytib o'tilganidek, shu summaga bitadi bu ham. 200 ming so'mdan devorlarimiz. Patologlarimiz esa ana xudo xolasa ko'rib baho berasizlar ishlariga. Usturalarni 500 ming so'mdan olib ilindi. Usturani xonadon egalari berdik. Qolgan polni mahsulotlar o'zimizdan bo'ldi. Ishlarimizga ko'rib baho berib kuzatib bolasizlar, xudo xolasa yangilik yaratamiz yana. Pechkalari qo'yildi. Pechkani atroflarini mana qilib chiroyli qilib olib berdik.